Antoine de Saint-Exupéry. Kichkina shahzoda. Ruschadan Xayriddin Sultonov tarjimasi. Leon Vertka. Bu kitobchani katta yoshdagi odamga bag'ishlaganim uchun bolalardan kechirim so'rayman. O'zimni oqlash uchun shuni aytishim mumkinki, bu katta yoshdagi odam mening eng yaxshi do'stim bo'ladi. Buning ustiga u dunyodagi hamma narsani, hatto bolalarga atab chiqarilgan kitobchalarni ham tushunadi. Va nihoyat u Fransiyada yashaydi. U yerda hozir hamma yoq sovuq, ocharchilik. Do'stim esa taskin tasalliga benihoya muhtoj. Agar bularning barchasi ham meni oqlay olmasa, u holda kitobchamni bir paytlar mana shu katta yoshdagi do'stimning o'rnida bo'lgan kichkina bolakayga bag'ishlayman. Axir kattalarning hammasi ham avval boshda yosh bola bo'lganlar. Faqat buni ularning ozginasigina biladi xolos. Shunday qilib, mana men bag'ishlovga tuzatish kiritdim. Leon Vertka. Bir paytlar yosh bola bo'lgan do'stimga bag'ishlanadi. 6 yashar paytimda Osuda o'rmonlar haqida hikoya qiluvchi bo'lgan voqealar degan kitobda g'alati bir suratga ko'zim tushib qoldi. Suratda bahaybat bo'g'ma ilonning bir yirtqich hayvonni tiriklay yutayotgani aks ettirilgan edi. Mana o'sha surat. Surat tagiga shunday deb yozilgan edi: ilon o'ljasini chaynab o'tirmay but-butunicha yutib yuboradi. Shundan keyin u joyidan qimirlay olmay qoladi va to o'ljasini hazm qilib bo'lgunicha surunkasiga yarim yil dong qotib uxlaydi. Men junglidagi sayohatlarga to'la hayot haqida uzoq xayol surdim. So'ng rangli qalam bilan umrimda birinchi marta rasm chizdim. Bu mening birinchi raqamli rasmim edi. Mana men chizgan narsa. Ijodim namunasini kattalarga ko'rsatib, "Qo'rqinchli emasmi?" deb so'radim. "Shlyapaning nimasi qo'rqinchli ekan?" deb e'tiroz bildirishdi menga. Rasmdagi narsa sirayam shlyapa emas edi. Bu filni tiriklay yutib yuborgan bo'g'ma ilon edi. O'shanda kattalarga tushunarli bo'lsin deb ilonning ichki ko'rinishini ham chizdim. Axir kattalarga hamma narsani doim tushuntirib berish kerak-da. Bu mening ikkinchi raqamli rasmim edi. Kattalar menga ilonning ichki-yu tashqi ko'rinishini chizish o'rniga jo'g'rofiya, tarix, arifmetika va husn xatni ko'proq o'rganishimni maslahat berishdi. Ana shundan keyin 6 yashar paytimda rassomlikning porloq istiqbolidan voz kechishga majbur bo'ldim. Birinchi va ikkinchi raqamli rasmlarim muvaffaqiyatsizlikka uchragach, o'zimga nisbatan ishonchimni yo'qotdim. Kattalar hech qachon o'zlaricha biror narsani tushuna olmaydilar. Ularga ha deb hijjalab tushuntirib beraverish esa oxir-oqibat bolalarning ham joniga tegib ketadi. Shunday qilib, boshqa kasb tanlashimga to'g'ri keldi-yu, uchuvchilikni o'rganib oldim. Osmon falak bo'ylab qariyb butun dunyoni kezib chiqdim. Ochig'ini aytish kerak, jo'g'rofiya menga juda qo'l keldi. Bir qarashdayoq Xitoyni Arizona viloyatidan ajrata oladigan bo'ldim. Kechasi samoda adashib ketsang, bu benihoya asqotadi-da. Umrim davomida turli tuman jiddiy odamlarni uchratdim.
kattalar orasida uzoq vaqt yashadim. Ularni yaqindan ko'rdim, bildim va bundan tan olishim kerakki, ular haqidagi fikrim yaxshi tomonga o'zgarmadi. Kattalar orasida boshqalardan ko'ra aqlli va farosatliroq biror kishini uchratganimda unga birinchi raqamli rasmni ko'rsatardim. Men uni asrab qo'ygandim. Doim yonimda olib yurardim. Bu odam chindan ham biror nimani tushunadimi, yo'qmi sinab ko'rmoqchi bo'lardim. Ularning barchasi rasmga qarab turib, "Shlyapa-ku bu", derdi. Shundan keyin men ularga na bo'g'ma ilonlar, na junglilar, na yulduzlar haqida og'iz ochardim. Ularning tushunchalariga moslashardim-da, brij va golf o'yinlari haqida, siyosat va bo'yinbog'lar haqida gap boshlardim. Shunda kattalar menday bama'ni odam bilan tanishganlaridan behad mamnun bo'lardilar. Men shu tariqa yolg'izlikda yashardim. Dilimni anglaydigan biror hamdardim yo'q edi. 6 yil muqaddam samolyotimning motori buzilib sahroyi kabirga qo'nishga majbur bo'ldim. Yonimda na mexanik, na bironta hamroh bor edi. Qanchalik qiyin bo'lmasin, samolyotni amallab bir o'zim tuzatishga ahd qildim. Yo motorni tuzataman, yo halok bo'laman. Bir haftaga bazo'r yetadigan suv qolgan. Shunday qilib, birinchi kechani huvillab yotgan sahroda qum ustiga uzala tushib o'tkazdim. Minglab chaqirim narida ham tirik jon asari sezilmasdi. Kemasi halokatga uchrab, bepayon okeanda sol uzra suzib borayotgan odam ham menchalik yolg'iz bo'lmagandir. Shu bois tong saharda meni kimningdir ingichka ovozi uyg'otib yuborganda naqadar hayratga tushganimni siz tasavvur ham qilolmasangiz kerak. Iltimos, menga qo'zichoq chizib ber degan qo'ng'iroqdek tovush yangradi yonginamda. Ha? Menga qo'zichoq chizib ber. Tepamdan go'yo yashin urgandek sapchib o'rnimdan turdim. Apil-tapil ko'zlarimni ishqalab atrofga alangadim. Qarasam, ro'paramda allaqanday g'aroyib bir bolakay menga jiddiy tikilib turibdi. Mana uning eng yaxshi surati. Men uni keyin chizishga muvaffaq bo'ldim. Albatta bu rasmda u aslidagidek yaxshi chiqmagan. Nachora. Bunga men aybdor emasman. 6 yashar paytimda kattalar sendan rassom chiqmaydi deb rosa miyamga quyishgani uchun men bo'g'ma ilonlarning ichki va tashqi ko'rinishidan boshqa narsani chizishni o'rgana olmaganman. Shunday qilib desangiz, ko'zlarimni katta-katta ochgancha u g'aroyib bolakayga qarab turardim. Odamzod makonidan minglab chaqirim olisdagi yaydoq bepoyonda ekanim yodingizdan chiqmagandir. Shunisi g'alatki, bu bolaning aft angoriga qarab adashib qolgan yoki nihoyatda horib charchagan, qo'rquvdan yuragi yorilib, ochlik va tashnalikdan o'lar holga yetgan deb bo'lmasdi. Kimsasiz sahroda, inson qadami tegmagan cho'li biyobonda daf'atan paydo bo'lib qolgan bu bolaning ko'rinishidan bunday fikrlarni xayolga ham keltirish mumkin emasdi. Nihoyat menga yana til ato bo'lib asta so'radim. Lekin sen bu yerda nima qilib yuribsan? U tag'in ohistalik bilan va g'oyat jiddiy ohangda, iltimos qo'zichoq chizib ber, dedi. Bularning barchasi shu qadar sirli, anglab bo'lmas bir tarzda ro'y berayotgan ediki, rad qilishga jur'atim yetmadi. Jazirama sahro qo'ynida hayotim qil ustida turgan bir pallada qanchalik bema'ni ko'rinmasin cho'ntagimdan qog'oz qalam oldim-u, lekin shu zahoti o'zimning asosan jo'g'rofiya, tarix, arifmetika va husn xatni o'rganganim lop etib esimga tushdi-da,
Bolakayga qarab hatto biroz achchiqlanib rasm chizishni bilmasligimni aytdim. Bu gapimga u baribir qo'zichoq chizib ber deb javob qildi. Men umrimda qo'zichoq rasmini chizib ko'rmaganim uchun o'zim bilgan o'sha eski ikkita suratdan birini bo'g'ma ilonning tashqi ko'rinishini chizib ko'rsatdim. Ammo bolakay rasmni ko'rib, yo'q, menga ilon ham, fil ham kerak emas. Ilon haddan tashqari xavfli, fil esa haddan tashqari katta. Mening uyimdagi narsalarning hammasi kichkina. Menga qo'zichoq kerak. Qo'zichoq chizib ber deb xitob qilganida nihoyatda hayron qoldim-da shu rasmni chizib berdim. U rasmni sinchiklab ko'zdan kechirgach, yo'q. Bu qo'zichoq juda ham oriq-ku, dedi. Boshqasini chizib ber. Men boshqa qo'zichoq rasmini chizdim. Yangi do'stim xushfe'llik bilan muloyim jilmayib qo'ydi. Bu qo'zichoq emas-ku, dedi u. O'zing ham ko'rib turibsan-a? Qo'chqor-ku bu. Ana, shoxi ham bor. Men qo'zichoqni yana boshqatdan chizdim. Biroq bu rasm ham unga ma'qul bo'lmadi. Bu o'lguday qari-ku. Menga uzoq yashaydigan qo'zichoq kerak. Endi sabr toqatim tugadi. Axir tezroq motorni tuzatish kerak edi-da. Shuning uchun apil-tapil mana shu narsani chizib tashladim. Keyin bolaga qarab, mana senga quticha. Qo'zichog'ing shuning ichida yotibdi, dedim. Shunda meni butkul lol qoldirib, bu talabchan hakam gul-gul yashnab ketdi. Menga xuddi shunaqasi kerak edi-da. U ko'p o't yermikin? Nima deysan-a? Nima edi? Axir mening uyimda unchalik serovgachilik emas-da. Unga ko'p narsa kerak emas. Men senga juda ham kichkina bir qo'zichoq beraman. U juda ham kichkina emas, dedi u boshini egib. Rasmga termular ekan. Qara, u uxlab qoldi. Men kichkina shahzoda bilan shu tariqa tanishdim. Uning qayerdan paydo bo'lganini hadeganda bilib ola olmadim. Kichkina shahzoda meni savollarga ko'mib tashlar, ammo o'zidan biror nimani so'rasam eshitmaganga olar edi. Faqat anchadan keyin gap orasida tasodifan aytib qolgan ba'zi so'zlaridan uning sirli tashrifi bir muncha oydinlashdi. Masalan, samolyotimni birinchi marta ko'rganida u shunday deb so'radi. Bu qanaqa narsa? Bu narsa emas, samolyot. Mening samolyotim, u uchadi. Keyin unga osmoni falakda uchish qo'limdan kelishini faxrlanib aytdim. Shunda u, shoshma, sen hali osmondan qulab tushdingmi, deya xitob qilib qoldi. Ha, dedim kamtarlik bilan. Ana xolos, qiziq-ku. Kichkina shahzoda shunday deb qo'ng'iroqdek tovush bilan kulib yubordi. Buni ko'ribcha achchig'im chiqdi. Axir men boshimga kulfat tushganda odamlar bunga jiddiy munosabatda bo'lishlarini yoqtiraman-da. Birozdan keyin u, demak sen ham osmondan tushib kelibsan-da, dedi. Xo'sh, qaysi sayyoradan kelding? Bu kimsasiz sahroda to'satdan qayerdan paydo bo'lib qoldi desam, gap bu yoqda ekan-da deb o'yladim. O'zimcha va dabdurustdan bundan chiqdiki, sen bu yerga boshqa sayyoradan tushib kelibsan-da, deb so'radim. Biroq u savolimga javob bermadi. Samolyotimni ko'zdan kechirarkan asta bosh chayqadi. Buning bilan uzoqdan uchib kela olmaysan. Ko'rinib turibdi. So'ng nima haqidadir hiyla o'ylanib qoldi. Keyin cho'ntagidan men chizib bergan boyagi qo'zichoqni olib, uni go'yo qimmatbaho xazinadek tomosha qilishga kirishdi.
Boshqa sayyoralar xususidagi bu chala yarim e'tirofdan so'ng ko'nglimdagi qiziqish hissi naqadar alanga olib ketganini tasavvur qila olsangiz kerak. Iloji boricha ko'proq narsa bilib olish niyatida ustma-ust savol yog'dira ketdim. Sen qayoqdan uchib kelding, bolakay? Uying qayerda o'zi? Qo'zichog'imni qayoqqa olib ketmoqchisan? U o'yga cho'mgancha jimib qoldi-da, keyin menga quticha berganing juda soz bo'ldi-da. Qo'zichoq kechasi uning ichida uxlaydi, dedi. Albatta, agar aqlli bola bo'lsang, senga arqon ham hadya qilaman. Qo'zichoqni kunduzlari bog'lab qo'yasan, qoziq ham beraman. Kichkina shahzodaning qoshlari chimirildi. Bog'lab qo'yasan? Nima keragi bor buning? Chunki bog'lab qo'ymasang u biror yoqqa ketib adashib qoladi. Buni eshitib do'stim xandon otib kulib yubordi. Qayoqqa ham ketardi u? Bilib bo'lmaydi-da, boshi oqqan tomonga ketaveradi. Shunda kichkina shahzoda jiddiy tortib, mayli, hech qisi yo'q, dedi. Axir men yashaydigan joy nihoyatda kichkina. Birozdan so'ng anduh bilan qo'shib qo'ydi. Boshing oqqan tomonga ketaverganing bilan uzoqqa keta olmaysan. Shu tariqa men yana bir muhim yangilikni kashf etdim. Uning ona sayyorasi bor yo'g'i bir uydek kelar ekan. Ochig'ini aytganda, bu narsa meni unchalik hayratlantirmadi. Chunki men Yer, Yupiter, Mars, Zuhra singari ulkan sayyoralardan tashqari yana yuzlab boshqa sayyoralar mavjudligini, aksariyatiga hatto nom ham berilmaganini, ular orasida teleskopda ham ko'rish mushkul bo'lgan mittivoylari ham borligini bilardim. Astronom olim ana shunday jimit sayyorani kashf etarkan, unga nom qo'yib o'tirmaydi. Balki raqam bilan atab qo'ya qoladi. Masalan, 3251 asteroid degandek. Menda kichkina shahzoda B612 deb atalmish mo'jaz sayyoradan tushib kelgan deb hisoblashga imkon beruvchi jiddiy asoslar bor. Bu asteroid teleskopda faqat bir marta 1909-yili bir turk astronomi tomonidan kuzatilgan edi. O'shanda astronom ajoyib kashfiyot haqida Xalqaro astronomiya kongressida ma'ruza qilgan, ammo uning gapiga biror kimsa ishonmagan, chunki u turkcha kiyingan edi. Ana shunaqa g'alati xalq bu kattalar. Buni qarangki, B612 deb atalmish asteroidning baxtiga turk sultoni o'z fuqarolariga o'lim jazosi tahdidi bilan Yevropacha kiyinishni joriy etdi. O'sha astronom 1920-yili kashfiyoti haqida tag'in ma'ruza qildi. Bu safar u eng so'nggi modada kiyingandi. Hamma uning gapini ma'qulladi. B612 deb atalmish asteroid haqida sizga bunday batafsil so'zlab o'tirganimga, hatto uning tartib raqamini keltirganimga kattalar sabab. Chunki kattalar raqamlarni juda yaxshi ko'rishadi. Agar ularga yangi do'st orttirganingiz xususida aytib qolsangiz, ular hech qachon eng asosiy narsa haqida so'ramaydilar. Ular hech qachon uning ovozi qanaqa o'yinlarni yaxshi ko'radi, u kapalak tutadimi, yo'qmi deb surishtirishmaydi. Ular yoshi nechida, nechta og'aynisi bor, og'irligi qancha ekan, otasi qancha moyani oladi deb so'ray ketadilar. So'ng shu tariqa o'zlaricha odamni bilib olgan bo'ladilar. Mabodo kattalarga men qizg'ish-g'ishtli chiroyli bir uyni ko'rdim, derazasida yorongul ochilib turibdi, tomida kaptari bor deb aytsangiz, ular bu imoratni sira ham ko'z o'nglariga keltira olmaydilar. Ularga men 100,000 frankli uyni ko'rdim deb aytish lozim. Shundagina ular ana go'zallik u mana go'zallik deya xitob qiladilar.
Xuddi shuningdek, agar ularga kichkina shahzoda chindan ham mavjud edi, u nihoyatda ajoyib bolakay edi, yayrab kulardi, bir qo'zichog'im bo'lsa derdi. Qo'zichog'im bo'lsin degan odam rostdan mavjud bo'ladi-da, desangiz hayron yelka qisib qo'yadilar-da, sizga xuddi espast go'dakka qaragandek qaraydilar. Ammo bordi-yu, u B612 degan sayyoradan uchib kelgan edi deb tushuntirsangiz, bu gapga uzil-kesil ishonishadi va ortiq turli-tuman savollar bilan sizni bezor qilishmaydi. Ana shunaqa g'alati xalq bu kattalar. Ular xafa bo'lib o'tirishga arzimaydi. Bolalar kattalarga nisbatan kengfe'l va kechirimli bo'lishlari lozim. Ammo bizlar, ya'ni kim hayotning nima ekanligini anglaydigan kishilar, nomerlar va raqamlar ustidan qah-qah urib kulamiz. Men masalan o'zimga qolsa ushbu qissani xuddi sehrli ertakdek boshlagan bo'lardim. Bor ekanda yo'q ekan, bir kichkina shahzoda bo'lgan ekan, nihoyatda kichkina, o'zining tanasidan salgina katta bir sayyorada yashar, birorta ham do'sti yo'qligidan qattiq iztirob chekar ekan. Hayotning nimaligini anglaydigan kishilar buning ertakdan ko'ra ko'proq haqiqatga o'xshashini darhol payqagan bo'lardilar. Zero men kitobimning shunchaki ermak uchungina o'qilishini aslo istamayman. Bo'lib o'tgan u voqealarni qayta eslash men uchun g'oyat og'ir. Ularni hikoya qilish ham oson emas. Do'stim qo'zichog'i bilan birga meni tark etganidan buyon oradan 6 yil o'tdi. Uni unutib yubormaslik uchun ham u haqida so'zlamoqchiman, chunki dunyoda do'stlarni unutib yuborishdan ham qayg'uliroq narsa yo'q. Axir do'st bo'lish har kimga ham nasib etavermaydi-da. Qolaversa men yorug' olamda raqamdan boshqa narsaga qiziqmaydigan kattalarga o'xshab qolishni sira istamayman. Mana shu boisdan ham men rangli qalamlar bilan birga bo'yoqlar solingan quticha sotib olgan edim. Mening yoshimda qayta boshdan rasm chizishga kirishish aytishga oson, xolos. Chunki men butun umrim davomida bo'g'ma ilonning tashqi va ichki ko'rinishidan boshqa narsa, uni ham 6 yashar paytimda chizganman. Undan boshqa narsa chizmaganman. Albatta, hozir iloji boricha asliga o'xshatishga harakat qilaman, biroq bu ishni qoyilmaqom qilib bajaraman deb kafillik bera olmayman. Shuning uchun portretlarning biri binoyidak chiqsa, ikkinchisi mutlaqo o'xshamasligi ham mumkin. Kichkina shahzodaning bo'yi to'g'risida ham shu gapni aytish lozim. Rasmlarning birida u haddan tashqari ulkan, boshqasida esa haddan tashqari kichkina bo'lib ko'rinadi. Shuningdek, kiyimining rangi ham yodimda yo'q. Shu bois esimda qolganicha tusmollab, xayolan chizaveraman. Nihoyat men ba'zi bir muhim tafsilotlar ta'sirida xatoga yo'l qo'yishim ham mumkin. Ammo sizlar meni ma'zur tutasizlar deb umid qilaman. Do'stim menga hech qachon biror narsani tushuntirib bergan emas edi. Ehtimol u meni ham xuddi o'zi qatori deb hisoblagandir, biroq afsuski men quticha devorlari aro qo'zichoqni ko'rishga qodir emasman. Balki men kattalarga ozroq o'xshab ketarman. Chamasi qariyotgan bo'lsam kerak. Kun sayin men kichkina shahzodaning sayyorasi haqida, do'stim uni qanday qilib tark etgani-yu safar chog'i qanday sarguzashtlarni boshidan kechirgani haqida yangi ma'lumotlarni bilib ola boshladim. Xonasi kelib qolganda, u shu haqida ozmi ko'pmi gapirib qolardi. Shu tariqa 3-kuni kichkina shahzodaning sayyorasida ro'y bergan Baobab balosidan voqif bo'ldim. Bunga ham aslida o'sha qo'zichoq rasmi sabab bo'ldi. Kichkina shahzoda chamasi nimadandir qattiq shubhaga tushgandek edi. To'satdan menga qarab, "Aytchi, qo'zichoqlar rostdan ham o'tiydimi?" deb so'radi. "Ha, rostdan." Zo'r ekan unda.
Qo'zichoqning o't yeyishi nega bunchalik muhim ekanini tabiiyki tushunmadim, lekin Kichkina shahzoda shunday deb qo'shimcha qildi. Bundan chiqdiki, ular baobablarni ham yer ekanda. Men bu gapga e'tiroz bildirib aytdimki, baobab degani o't-o'lan yoki buta emas, minora bo'yi keladigan bahaybat daraxt. Agar u sayyorasiga butun boshli fil podasini haydab borganda ham ular birorta baobabni yeya olmaydi. Kichkina shahzoda bu gapni eshitib miyig'ida jilmaydi. Unda fillarni bir-biriga mingashtirib qo'yish kerak. So'ng picha o'ylanib, mulohazakor ohangda davom etdi. Baobablar endi unib chiqqan paytida juda ham kichkina bo'ladi. To'g'ri, lekin nega endi qo'zichog'ing baobabni yeyish kerak? Yemasa bo'lmaydi-da, deya xitob qildi. Go'yo benihoya oddiy, ibtidoiy bir haqiqat xususida so'zlayotgandek. Gap nimadaligini anglab yetguncha rosa boshim qotdi. Kichkina shahzodaning sayyorasida ham boshqa sayyoralardagi kabi foydali va zararli o't-o'lanlar o'sar ekan. Demakki, u yerda dorivor, shifobaxsh o'tlarning urug'i bilan birga zarar kunanda va begona o'simliklarning urug'lari ham mavjud. Ammo urug' hali tuproq tagida mudrab yotarkan ko'zga ko'rinmaydi. Shu bois uning zararlimi, foydalimi ekanini bilish ham mushkul. Faqat yer uyg'ongachgina urug' ham asta-sekin nush urib, yorug' olam sari talpinadi. Kurtak ochib barg yozadi-da, quyoshga bo'y cho'zadi. Qattiq yerdan qaltirab chiqqan chog'ida u nimjongina, beozor bir giyoh bo'ladi. Agar u bo'lg'usi gulko'chat yoki maymunjon bo'lsa mayli, bemalol o'sib unaversin. Bordi-yu qandaydir zarar kunanda o'simlik bo'lsa, tag tomiri bilan yulib tashlash kerak. Kichkina shahzodaning sayyorasida ana shunday zararli, mudhish urug'lar bor ekan. Baobablarning urug'i. Sayyoraning tuprog'ida shu yovuz urug' to'lib toshib ketgan ekan. Agar baobabni o'z vaqtida payqab yulib tashlanmasa, keyin undan qutulishning iloji bo'lmaydi. U butun sayyorani egallab oladi. Bahaybat, quturgan tomirlari bilan uni har tomondan chirmab eza boshlaydi. Mabodo sayyora mo'jazgina bo'lsa-yu, baobablar son-sanoqsiz bo'lsa, u holda ular uni tilkka pora qilib tashlashi hech gap emas. Bizda shunday bir qoida bor, dedi Kichkina shahzoda keyinchalik menga. Ertalab uyqudan turib, yuz qo'lingni yuvgach, u yoq bu yoqni yig'ishtirganingdan so'ng darhol sayyorangni tozalashga kirishmoqing lozim. Baobablarni har kuni kanda qilmay yo'q qilib turish kerak, ammo ularni gul ko'chatidan ajratib bilish kerak. Ikkalasining niholi bir-biriga juda ham o'xshaydi. Bu haddan tashqari zerikarli ish, lekin sira ham qiyin emas. Bir gal u menga mana shu gaplarni bizning bolalar ham tushunsin desang, bir rasmini chizib ko'rmaysanmi deb maslahat berdi. Agar ular qachondir safarga chiqmoqchi bo'lsalar, bu narsa g'oyat qo'l keladi, dedi u. Boshqa ishlar bir oz kechiksa ham ziyon qilmaydi, ammo baobablarni o'z holiga qo'yib berilsa, oxiri voy bo'ladi. Men bir sayyorani bilaman. U yerda bir dangasa yashardi. U 3 tup niholni vaqtida ko'chirib tashlamadi. Oqibatda Kichkina shahzoda bu haqda batafsil so'zlab berdi. Men esa o'sha sayyoraning rasmini chizdim. Birovga aql o'rgatishni yomon ko'raman, ammo baobablarning naqadar xavfli ekanini juda oz odamgina biladi. Vaholanki, asteroidga qadam qo'yadigan har bir kishi muqarrar ravishda bu dahshatli xatarga duchor bo'ladi. Shu sababdan men hozir odatimga xilof tarzda bolalar, baobablardan ehtiyot bo'linglar deb hayqirgim keladi. Barcha do'stlarimni ko'pdan buyon tahdid solib turgan shu balo qazodan ogoh qilib qo'ymoqchiman. Chunki ular
shunday xatar borligini bir paytlar men ham mutlaqo bilmaganimdek hatto xayollariga ham keltirmaydilar. Shuning uchun ham men ovora bo'lib shu rasmni chizdim. Shuning uchun ham qilgan mehnatimga zarracha achinmayman. Ehtimol siz nima uchun bu kitobda manavi baobablarning tasviridan boshqa birorta ham ta'sirli rasm yo'q deb so'rarsiz. Bunga men oddiygina qilib shunday javob qaytaraman. Boshqa rasmlar ham ta'sirchanroq chiqsin deb rosa urindim, biroq afsuski qo'limdan kelmadi. Baobablarni chizayotgan paytimda esa bu chindan ham mudhish xatar. Uni daf etishni aslo kechiktirib bo'lmaydi degan fikr menga ilhom bag'ishlagan edi. Kichkina shahzoda. Asta sekin men sening naqadar g'amgin va yakrang hayot kechirganingni anglab yetdim. Uzoq yillar mobaynida yagona dilxush ermaging quyosh botar payt g'urubni tomosha qilishdan iborat bo'lgan ekan. Men buni 4-kuni ertalab o'zing so'z orasida g'urubni juda ham yaxshi ko'raman. Yur quyoshning botishini tomosha qilamiz deb qolganingda sezdim. Unda biroz kutish kerak. Nimani? Quyosh botishini-da. Bu gapni eshitib avval behad hayron bo'lib qolding, keyin o'zingning ustingdan o'zing kulib, nazarimda hali ham uyimda yurgandekman deding. Haqiqatan ham Amerikada kun choshgoh bo'lganda Fransiyada kun botishini hamma biladi. Agar u yerdan bu lahzaning ichida Fransiyaga yetib borilsa, quyosh botishini ham tomosha qilish mumkin. Vaqtga qarshi Fransiya bu yerdan uzoq, benihoya uzoq. Sening sayyorangda esa tagingdagi kursichani bir necha qadam nari sursang bas, g'urubga istaganingcha uzluksiz maftun bo'lib termilaverishing mumkin edi. Bir safar men bir kunda 43 marta quyosh botishini tomosha qilganman. Oradan sal o'tgach, xiyol anduh bilan yana shunday deding. Bilasanmi? Ba'zan yuraging nimadandir g'ussaga to'lib ketganda, botayotgan quyoshga birpas termulib o'tirsang bormi? Demak, g'urubni 43 marta tomosha qilgan kuning juda ham xafa bo'lgan ekansan-da. Ammo kichkina shahzoda bunga javoban indamadi. 5-kuni ertalab tag'in o'sha qo'zichoq sabab bo'lib kichkina shahzodaning sir va asrorlarini bilib oldim. U go'yo uzoq vaqt sukut ichra o'ylab shu xulosaga kelgandek dabdurustdan qo'zichoq o't yer ekan, bundan chiqdi gulni ham yeyishi mumkin ekanda deb so'radi. Ha, to'g'ri kelgan narsani yeyaveradi. Hatto tikanli gulni ham yeydimi? Ha, tikonli gulni ham. Unday bo'lsa, gulga tikonning nima keragi bor? Buni men ham bilmasdim. Hozir juda ham band edim. Motorning bir gaykasi yilib ketgan, shuni burab chiqara olmay qonimga tashna bo'lib turardim. Avzoyim buzuq edi. Ahvol tobora og'irlashib bormoqda, suv deyarli tamom bo'ldi. Bu majburiy qo'nishning oxiri rasvo bo'lmasa edi degan g'ulg'ula yuragimga o'rmalay boshlagandi. Xo'sh, tikanning nima keragi bor? Kichkina shahzoda biror bir savol berarkan javob olmaguncha qo'ymasdi. Tosh qotib ketgan gayka hadeganda buralavermagach, fig'onim falakka chiqib og'zimga kelgan gapni g'oldiradim. Gulga tikanning siri ham keragi yo'q. Azbaroy yomonlikka chiqaradi. Shunaqami? Jimlik cho'kdi. Anchadan keyin u ranjigan ohangda gapingga ishonmayman dedi. Axir gullar judayam zaif, oqko'ngil-ku. O'zlarini botir ko'rsatish uchun ham tikan chiqarishadi. Go'yo shunda ulardan hamma qo'rqadigandek indamadim. Hozir o'zimcha jahl bilan g'oldirab qasam ichmoqchi edim. Bu la'nati gayka shu safar ham chiqmasa,
bolg'a bilan shunday aylantirib solamanki mayda bo'lib ketadi. Biroq kichkina shahzoda tag'in xayolimni buzdi. O'ylaysanki gullar hech narsani o'ylamayman men. Kalamga kelgan gapni aytdim qo'ydim-da. Ko'rib turibsan-ku, jiddiy ish bilan bandman. U menga hayratdan dong qotib tikildi. Qanaqa jiddiy ish? U hamon mendan nigohini uzmasdi. Men esa aft basharam qop-qora moy qo'limda bolg'a uning ko'ziga nihoyatda notavon bo'lib ko'rinayotgan manavi shaldiroq arava samolyot uzra engashgancha asabiy tutaqib turardi. Xuddi kattalarga o'xshab gapirasan-a, dedi u. Uyalib ketdim. U esa ayab netib o'tirmay gapida davom etdi. Hammasini chalkashtirib yubording. Hech narsani tushunmas ekansan. Chindan ham uning qattiq jahli chiqqandi. Achchiqlanib boshini chayqarkan, tillarang sochlari shamolda to'zg'ib ketdi. Men bir sayyorani bilaman. U yerda yuzi bo'zargan bir janob yashaydi. U umrida biror marta gul hidlab ko'rmagan, biror marta yulduzlarga tikilmagan. U hech qachon birovni sevgan ham emas. Umrida biror bir yumushni ham bajargan emas. U faqat bir ish bilan, raqamlarni bir-biriga urishtirish bilan ovora. Ertayu kech xuddi senga o'xshab yakkash. Men jiddiy odamman deb takrorlagan. Tag'in gerdayib, kekkayib yurishni aytmaysan. Aslida u odam emas. Qo'ziqorin. Nima deding? Qo'ziqorin deyapman. Kichkina shahzoda azbaroyi achchiqlanganidan rangi bo'zdek oqarib ketdi. Million yillardan buyon gullarning tanasida tikan o'sadi va million yillardan buyon qo'zichoqlar gullarni baribir yeb qo'yadi. Shunday ekan, hech qanday naf ko'rmasa hamki gullarning tikaniga bunchalik zo'r berishning boisi nimada? Nahot mana shu jimboqni anglash zarur ish bo'lmasa? Nahotki gullar bilan qo'zichoqlar o'rtasidagi asriy adovat siri muhim narsa bo'lmasa? Axir bu o'sha yuzi bo'zargan janobning hisob-kitobidan ko'ra jiddiyroq va zarurroq emasmi? Aytaylik, men dunyoda na tengi na o'xshashi bo'lgan bir gulni bilaman. U faqat mening sayyoramdagina o'sadi. Endi bir kuni jimitgina qo'zichoq shartta borsa-yu uni paqqos yeb bitirsa, nima ish qilib qo'yganini hatto xayoliga ham keltirmasa, balki bu ham seningcha muhim narsa emasdir. U qip-qizarib ketdi. Bir zumdan keyin tag'in davom etdi. Agar boshqa millionlab yulduzlarda uchramaydigan bir gulni yaxshi ko'rsang, shuning o'zi ham kifoya. Osmonga boqqaning zamon o'zingni baxtiyor his etasan. Olislarda qaydadir mening ham gulim bor deb shivirlasang bas, ko'ksing tog'dek yuksalib ketadi. Bordi-yu qo'zichoq to'satdan uni yeb qo'ysa bormi? Olamdagi jamiki yulduz birdaniga so'ngandek bo'ladi qoladi. Senga qolsa bu sirayam muhim narsa emas. U ortiq gapira olmadi. Nafasi tiqilib xo'ngrab yubordi. Atrofni qorong'ulik chulg'adi. Qilayotgan ishimni sharti tashladim. Badbaxt gaykayu bolg'a ham, tashnaligu o'lim vahmi ham dafatan unut bo'ldi. Mening yulduzimda, yer atalmish mening sayyoramda kichkina shahzoda o'ksib yig'lar, uni yupatmoq darkor edi. Men uni bag'rimga bosgancha qo'limda alalay boshladim. Sen ko'ngil qo'ygan gulga hech kim tegmaydi. Qo'zichog'ining tumshug'iga o'zim nuqta chizib beraman. Men bundan bo'lak nima deyarimni bilmasdim. Aql hushim tamoman boshimdan uchgan, o'zimni behad beo'xshov va unug'aysiz sezardim. Nima qilsam u dilimni anglarki.
nima qilsam? Tutqich bermay mendan lahza sayin uzoqlashib borayotgan bu beg'ubor ko'ngil sadosini qanday qilib quvib yetsam ekan? Axir aslida ko'z yosh degani anglab bo'lmas sirli bir saltanat